Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa sizlarga navbatdagi zakazimizni chiroyli holatda obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa qo'shni Qirg'izistonga mijozimizga chiqarib beryapmiz. Stullarimiz 100% yong'oqda bo'ldi. Bir ko'rib o'tsanglar ham bo'laveradi. Spinka qismiga 3 sm machalka qo'yib, turetskiy materiallarda chester holatda ishlab berdik. Xudo xolasa machalkalar qo'yib berildi. Oyoqlarni aytib o'tadigan bo'lsak, shunaqangi naqshli 3D holatda bo'ldi. Sifatlari ham juda chiroyli holatda chiqarib berdik. Stulimiz 100% yong'oqda bo'ldi. Orqalari ham mana ko'rsanglar bo'ladi. Pardali broshka holatda ishladik. Machalkalar qo'yib doimiydek. Xudo xolasa materiallar ham zo'r. Xudo $3 materiallar ishlatildi. Yaxshi material spinkasi. Dinasiga $7 material qo'yganmiz. Xo'p, stolimizni aytib o'tadigan bo'lsak, stolimiz akvarium qilib ishlab berdik. Ikkita yerini. Shunaqangi ichlarida gullarga ham bir e'tibor bersanglar bo'laveradi. Juda chiroyli holatda chiqdi. Stolimiz 100% MDFda bo'ldi. Tepa naqshlarini ham ancha chiroyli holatda o'yib, chiroyli qilib chiqarib berdik. Oyog'iga ikkita simala holatda quyma simala oyog'imizdan qo'yib berdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, qora, tillarang kombinatsiya holatda stolimiz ham bir xilda svetda chiqdi. Narxi necha pul deydiganlarga 12 kishilik holatini Optimga klientimizga xudo xolasa 7,5 million so'mga chiqarib beryapmiz. Endi o'zimizning kanalga obuna bo'lib, kuzatayotgan mijozlarimiz uchun ham xuddi shu Optim narxini chiqarib beramiz. Hayitga kelayotgan hayitga juda chiroyli skidga holatda bo'lyapti. Bir solishtirib ko'rsanglar ham bo'laveradi. Stolning yonlari ham bir xilda plasmassa simala gullardan ishlab, patina holatda kombinatsiya qilib chiqarib berdik. Bemalol ko'rsanglar bo'laveradi. Buni 16 kishilik deyiladimi, 18 kishilik deyiladimi, 20 kishilik deyiladimi, xudo xolasa chiroyli holatda aytilgan fasonda, aytilgan sifatda qilib beramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, Telegram kanallarimiz, YouTube kanallarimiz bemalol ko'rib borsanglar bo'ladi. Kataloglarimizni tashlab beramiz, telefon qilsanglar, xudo xolasa. Manzilimiz bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan Optim ishlab chiqarish, xudo xolasa barcha turdagi mebellarimiz bor. Chiroyli holatda Optim narxlarda dastavka uстановkalarni qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib murojaat qilsanglar bo'laveradi. Zakaz asosida xudo xolasa barcha turdagi mebellarni chiqarib beramiz. Manzilimizni aytib o'tdim, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Xo'p, stolar aynasi simalasiz bo'ladigan bo'lsa 1 million so'm arzon chiqadi. 6,5 million so'm. Yana telefon qilsanglar, xudo xolasa kelishamiz. Xudo xolasa chiroyli holatda upakovkalari bilan qilib beramiz. Bu narx ichida vodiy bo'ylab dastavkamiz mutlaqo tekin, chiroyli holatda dastavka uстановkalarni qilib beramiz. Pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'laveradi. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.